Assalomu alaykum, omadli bozor obunachilarga. Mana sizlarga bo'g'ozni 50 ta. Bozor kanallariga 50 ta sutligida olib kelib berdik. Qachon dimlaring deydi yonmanda. 100 kun dimlarim deganlarga ham ko'rsating, ostini ko'rsating. Endi tug'adim ol, 1-2 kunda. Balkim bolasi 2 tadir, o'zi bitta katta novoz tug'ar janob. 50 litr sutga javob beradi. 2 ta novoz tug'sin, baxtlang akalar. Bu hamda 3 ta sigirlarimiz bor. Maza qilib like bosib, obunani bosib qo'ysin. Ko'rsating mana bolasi buqalardan olib kelib berdik. Ikkitasi bolasi buqa. Ikkitasi bolasi buqa, bittasi qo'rachi. Egzamizga ham bittasi novvozcha. Videolarigacha bor akalar. Mana bolasi buqachasidan so'ragan. 10 ta beraman deyaptilar. Mana bolalarim buqalariga. Ko'rsating bolalar. Bolasini qarang. Shu yetidan olaman degan bo'g'on bolasi. Qachon qarang, kacho'cha. 1 yilda akalar janob. hojiga umra qilib kelaverasizlar, ziyorat. 1 yilda ozod boradi hojiga, qora yuvashinglar qarang. Makina olib kelib, kamerani ol. Mana Janovar, yerga solmaydi. bolalar. Mana akalar egizaylar. Bakilarini. Mollar janovorlar qarang. Janovarni qarang. Videolarigacha bor, tashlab beradigan odamga tashlab beraveradi. Baqaga chiqaryapsiz ham? Bolasi tasnovoz. Olasi novozmi? Tasnovoz. Radli o'ziniki. O kraska yo'q. Xo'jaji nima ishi? Novozani unisi. Videolarigacha bor akalar. Videolar tashlab beraveramiz obunachilarga. Qo'ygan shekillar. Qo'llar qarang, yo'llar qarang. Voy maşallah. Şahane. Xudo. Nag'amlating bekitmasdan. Yo, yetalab ko'rsataylik keyin aytasiz. Birinchi mashinanmi? Mashinasidan boshlab ko'raman. Farqida yo'q. Mana. Voy maşallah, kallalarga yetib borib bering janovorlar. Janovorlar. Dadamlar ikki obunani bosib turibdi. Bundan yo'llarni olib kelamiz. Nechi pul qaytaring? Narxiga 70, ikkita to'xtagan demaymiz. 65 ham yo'q. Nechi pul? 64 ham yo'q. 63 ham yo'q. 62 ham 61 million so'm xayrini qilib beraman. Voy janivor, narxlari ham O'zbekiston o'zgacha. bo'ylab qilib beraman mashinasini 61 million. Bo'ldi aka, baylavering. Shikalat mashinasiga talashimmi akalar? 10 ta suti bo'lib bolalardan olib turib. 10 ta sutga. Endi kerak emas degan odam bir mahal so'g'ib, bir mahal o'rni qo'yib olsa, o'zinglar dana yeb boradi biroq. Bo'ldi, ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi qarang. Shoqlari ham radli. Bolasi turaversin aka. Bolasi qachasidan so'raganlar bormi? 10 ta sut o'tiradi. Bu janovorni qarang. Mediumdan bo'lsin deganlar bormi? Ha, opalarga bemalol beraverar ekanmiz. Molni yapalag'idan so'ragan bormi obunachilarga? Bor aka. Ko'p unaqalar. Bu janovorni qarang. Nozlanib yuradi yonida. O'zini maqtaydi. Shashiltirib aytdingmi? Shashiltirib ayting. Odamlar og'zi ochib qolsin. 50 yo'q. 50 yo'q. 48 ham yo'q. Yo'q. 45 million ham yo'q. 44 million so'm kamini qilib beraman. Bo'ldi. So'ragan obunachilarga ko'rsating, tavsiya qiling. Yuvoshiga o'ti yuv. Mashinasi Mashalloh. bo'ldi aka, faqri. Uchinchisi. Uchinchisi bolasi buqacha. Bitta elini ishlamaydi, oldin aytib o'tib ketamiz. Uchinchi. 8 litr sutga sinov olaveradi. Bolasi novoz. Ikkinchi va uchinchi qoringa. Yetaling baqa. Bakini ko'rsating, janivor bakini ko'rsating. Voy mashalloh, deydi. Akalar, Pullari pullari arzonmi? 8 sutga sinov olaveradi. Pullari arzon-a? Pullari arzon. O aybi bor. 35 million so'm yo'q, 32 ham yo'q. 31 million so'm xayrini qilib beraman. Bolasi buqacha ko'rsating bolasini. Voy janivor aka. Ayb akam deyishmasin. Undan tashqari ham 8-9 litr sut beraveradi, sinashib o'tamiz. Endi bizlarni olib kelib berganman. Va bittasi obunachilar sevadiganini olib kelgan. Bolasi yoshda bitta katta novoz beraman. 2 kunda 50 litr sutga javob beraman. Qur'on yo'q hali, yana soladi 1 kunda tayyor. qachon dimlading deydi yondan ekanda aka. Tindirib o'rishga soladi tayyor. Chanavering. Obunachisiga beramiz. Maza qilib sog'ichadi. Janovorni qaranglar. Bunga yurgisi ham kim yurolmaydigan bo'lib ketadi tayyor, janoviy. Voy. Hech kim dimladingiz, savollarga javob mana. Mashallohni kommentariyalar bo'ladi. Shu molda bo'yadan. Akalar, men ham katta odamni havas qilib ochganman. Mana 1000 ta bo'lsa sovg'a bor akalar. Odamlar ya'ni o'ta moshina qilib beringda. Moshina qilib ayting. 50 million so'm bo'ladi. Nima bildim-a? 48 million so'm O'zbekiston bo'ylab xayrni qilib beraman. Akalar, bu nima deyapti bu? 50 litr sutga 2 kunda. Bu 85-75 lar yo'q. Dehqonga borsangiz 75. Novosini ham bermayapti 50 millionga. Biz 48 million so'mga O'zbekiston bo'ylab qo'yib beraman. Sindiraman bu mollarni. Xaridorligiga kirsa 85 millionga bermaydi shuni. Xaridorligiga kirsa kami 70 milliondan qaytarib undan bo'ldi.
45 48 million. O'zbekiston bo'ylab Akalar, nima 250 litr deyapti? sut beradi molim. Aloqaga chiqinglar akalar, qayerda yuribsizlar ey? Bu bachni qarang, bu. Tug'magan tayin. 48 yana so'radim, million. qarang, bu tayni qarang. Tug'dirib berishga-chi, tug'dirib berish. Tug'dirib berishga ham shu kursda qilib beramiz. Tug'dirib olib kelib bering degaga. Bolasi ikkita bo'lsa ham talashimiz akalar. Talashilmaydi bizga. Beriladi degacha. Qayta olish yo'q bizga. Ikkita tug'dirib bitasini. Bo'ldi aka, qaysidan so'qishni boshlaymiz? Narigidan o'ttirdidan boshlab beraman, berishim o'g'lim maqtayapman. Akalar katta, akalarda havas qilib katta burgerlarga havas qilib ochganman akalar. Tezroq mingta bo'laylik, mingta bo'lsa sovg'a bor akalar. Bitta qo'chqor sovg'a qilaman obunachilarimga. Tezroq mingta bo'lsa, bitta qo'chqorni gulini olib beraman. Gapim gap, dadamga aytaman, bir deganda olib beradi. Akalar, unaqasidan muammo yo'q. Sizlar laykni bosib, obuna bo'lib, kommentariyalar bombalatib ketinglar akalar. Men sizlarga bitta qo'chqorni dadamga aytaman, olib kelib beradi. Mingta bo'lsa agar. Mingta bo'laylik akalar. Sizlarga bitta qo'chqorni gulini olib kelib beraman sizlarga. Mana akalar, idraydigan joylarni. Mo'shinizdan so'raganlar yozib, tishinglarni to'xtatib, qaranglar tishinglar. Mana bo'ldi. Oldim mana. Voy maşallah, kommentariyalar. Originallardan so'raganlar bormi? Mana tishinglar. Bittasiga olib ko'rsating. Video uzoq ketyapti. Birinchisi, xo'p. Ikkinchisi. Uchinchisiga o'taylik. Naryoqni ko'rsataylik. Ikkita o'g'illayim bo'lsa, aynalib o't sog'ishaveradi akalar. To'g'ri bo'ldi. Mana akalar, akam tugatdi. Qo'yinglar. Maşallah. Buni qani qo'yig'ini jana oldi. Like, kommentariya yozishsin. Bolasi qo'yib oladi. Emishyapti. Egzayga Voy maşallah. undan akalar necha qo'ygan bo'lardilar shu molga. Xudo bergan mo'jizalar. Katta akalarni blogerni havas qilib mana ochganman akalar. Tezroq mingta bo'lsa padarka bor. Mana akalar, bolasi yedirib bo'ldi sog'ishga. Buni qani olib keling, baqating. Oyog'ini ko'tarib qo'ysa bermayman. Voy maşallah, akalar nima deyapti? Tars bo'lmaydi, bang bo'ladi akalar. Qo'ltaydimi tushar ekan akalar. Voy akalar, maşallah, kommentariyadan bombalatib ketinglar. Voy maşallah. Bir paqir to'ldi shu akalar, nima deyapti? Layklarni bosishga arziydimi, arzimaydimi? Shuni fikrlarini qoldirib ketinglar akalar. Bu separa ham kerak basakana. Qarang. Ertalab qoshiq ham, Qarang. qoshiqda qaymoq Qaymoqdi. aka-ukalar paqirni solib oldim, shuncha almashtirib olaman. Voy maşallah, akalar nima deyapti? Like bosishga arziydimi? Bo'ldi yana bak. Bo'ldi, to'ldirib yuboraman. Like. Kettomadan qo'yadi aytaylik. Ropparasa yana 5 minutga ko'rsangiz buni. Mana akalar tugadi. Men sizga necha minut dedim? 23 minut bo'ldi, 24 soatda bo'ldi aka. 24 soat bo'ldi. 11:24. 11:23 boshladik, 24 tugadi. 1 minutda sog'ib bo'ldi. Da, oling. Like bossin. Bo'lmayapti. Olgan ma'lumot YouTube'da. Olgan ma'lumot YouTube'da dadamni qo'yib beraman, bemalol qochqorasiz. Like bossin. Olgan YouTube'da. Tars sotiladi akalar. Aloqa chiqarasiz.